$27,900 ga Leap Motors C16 avtomobil sotuvda. Mashina ikkinchi paytda dop opsiyaligi 2024-yil. Kraskalari ham top-toza deyishyapti. Bemalol kelib ko'rib, ustinglarni olib kelib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Xolos haydashingiz uchun tayyor holatda arzonroq narxda qidirib yurganlar uchun 360 gradus kamerada 5 kuncha o'tibdi. Silikovoy zonalari bor. Salonlari ham zo'r holatda, elektronli abagriff abduflari bor. Orqada kapitanskiy sidenlari. Monitor 28,000 kilometrga kameralari. Orqalarni ko'rsatib o'tishadi. Orqalarda ham abagriff abduf. Yo'da kichkina detskiy monitorlar qo'yilgan. 7 kishilik arzonroq narxda mashina qidirib yurganligi bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Va holisi narxi ham zo'r, $27,900. Hozirgi kunda yengilari $31,500 atrofida sotilyapti. Holisi olib haydashingiz uchun tayyor holatda arzonroq narxda. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qo'rsanglar bo'ladi.